Uyimizni sotiga 6 soti, yashab hamda biznes qiladigan uyimizni narxi 220 ming dollar. Uyni ko'ramiz. Hozir sizlar bilan ko'rgan uyimizda почти 250 kvadratdan iborat bo'lgan uyda isitish sistemasi shu yerda ekan aka. Shuni yoqasizda egasini aytish bo'yicha, shu yerda yashaydigan odamni aytish bo'yicha prosta Toshkent qo'ramanyapti qishki kunida. Qarang, hozir bu uyda yashaydigan tarafini ko'rdik. Endi esa sizga balkoni bilan hamda biznes qiladigan joyini ko'rsataman. Bu uy onadir bo'yicha o'zini pishiqligi hamda planirovkasi bo'yicha bitta deb ayta olaman. Chunki qarang, qaysi uyda bunaqa katta balkon chasti bor. Bu yerda xohlang kelganchalik uy soling, xohlang shunday bakalashka qilib yopib turib, semiz bilan o'tiradigan joysiz bo'lar ekan. Yopiq naves joyi ham bor bu yerda. Buni tagi bo'lsa, bo'lmasa siz uchun sizga oy sayin yo'q deganda 1000 dollar kelib turadigan biznes joyi ham bor. Videoda uzoqlashmay yoqayotgan bo'lsa sizdan bitta like, men bo'lsa sizga pastki qismlarda ko'rsataman. Ketdik. Qarang aka, bu uyda kommunikatsiyasida boyatib gaz, suv, svet deb. Svetni alohida o'zini biznesga o'zingiz yashaydigan joyingizga ikkitadan uchinchi qo'ygan ekan. Uje gaz kelgan, olib kelib tortasiz bo'ldi. Mana bu ko'rib turgan yo'lingiz shu uyda o'zini ichidan tashalgan. Ya'ni mana yo'l o'zingiz собственный mahallangiz desa ham bo'ladi. Kerakani bu yerda ikkita podval bor, ikki oy ham pod biznes bo'lgan. Birinchisini ko'rsataman sizga, ketdik. Aka, mana betonlar bor-u, ancha-uncha domlarda qurilmagan beton, bu yoqqa bitta uy uchun quriladi.